o'rtoqlar mana bu narsa noto'g'ri deb soliq maslahat sifatida aytadigan bo'lsak, menga qanaqadir shunaqa tuyuladi, qarama-qarshi taraf, soliq organi taraf, как будто biza kriminalistlarni himoya qilyapmiz, hamma jinoyatchilarni himoya qilyapmiz-yu, biz aytayotgan narsaniga bular yo'q shu narsa to'g'ri deb, noto'g'ri bo'lsa ham shu ushlab turish kerak degan bir psixologiyada turishadi-da. O'rtoqlar, protsentniy dohodga indeks hisoblanmaydi, noto'g'ri qilib qo'ygansizlar. Ya endi o'zgartirib bo'lmaydi uni. Mana shunaqa понятияda turishadi. Vaholanki yana bitta kichkina masala, bo'ldi, mana falon narsa qonunda bor ekan, uni qilib bo'lmaydi, mana shu programmada chiqarib qo'ygan, shu narsa turadi degan narsa bo'ladi. Vaholanki har gal ularga eslatamiz. Programma insonni mushkulini oson qilish uchun yaratilgan dasturda, u qiyinchilik yaratish uchun o'ylab topilgan emas, lekin aslida mana shunaqa xatolar, mana hozir bu savol egasiga endi keling ikkinchi tomondan o'tamiz. Zafar aytganda haqiqatda xatoliklar ham bor. U xatolar insonni mushkulini oson emas, to'g'ri yurgan joyda podnoshka qilishga olib keladi.